Salom odamlar. Bugungi video sizlar uchun o'sha va'da qilingan quick counter haqida bo'ladi. Quick counter o'zi nima, qaysi sxema unga mos tushadi, qaysi murabbiy quick counter uchun yaxshiroq, hammasini gaplashib o'tamiz. Xo'p, avvalambor game planga kiramiz. Bizda Simone Inzaghi long ball counter sxemasi, taktikasi, o'yin uslubida turibdi. Hozir biz buni o'zgartiramiz. Quick counter uchun eng zo'ri baribir Xabi Alonso bo'lib qolgan. Agar sizda bu bo'lmasa, boshqa quick counterda o'ynata oladigan o'yinchilar bilan, murabbiylar bilan boshlashingiz mumkin. Mana quick counter 88 Xabi Alonso. Albatta o'yinchilar reytingi Xabi Alonso bilan biroz pasayadi, lekin bu o'yin uslubiga zarar qilmaydi. Xo'sh. Xabi Alonso quick counter. Avvalambor, bu o'yin uslubida eng yaxshi murabbiy qaysilar? Albatta Xabi Alonso, adashmasam Stoichkovichda ham bor edi quick counter, u ham yaxshi. Umuman nima uchun Xabi Alonso yaxshi desanglar, mana men sizlarga tushuntiraman nima uchun Xabi Alonso yaxshiligini. Xabi Alonsoni mana bu boost acceleration +1 beradi. Ya'ni bu o'sha quick counter sxemasi uchun to'la mos tushadigan boost hisoblanadi. Agar sizni murabbiyingizda Habib bo'lmasa, sizda boshqa murabbiy bo'lsa, o'sha murabbiyingizda speed yoki acceleration bo'lsa, demak u zo'r. Yaxshi murabbiy, foydalansa bo'ladi. Xo'p, nima uchun deb so'rasanglar, hozir avvalambor quick counter haqida qisqacha ma'lumot beraman. Uni foydali tomonlari va shu bilan bir qatorda zararli tomonlarini ham aytib o'tib ketaman va unga mos sxemalar haqida, o'yinchilar haqida gaplashamiz. Quick counterni foydali tomonlari. O'zi quick counter o'zi nima? Quick counter bu kuchli pressing bilan to'pni olib qo'yib, raqib o'yinchilar hali o'zini himoya zonasiga yetib bormagunga qadar hujumni yakunlash. Ya'ni tezkor hujumga chiqib ketish. O'z-o'zidan ma'lumki, sizga quick counterda o'ynasangiz, tezkor hujumchilar kerak bo'ladi. Afzalliklari misol kamroq past berib, ko'proq natija uchun harakat qilasiz. Natija yaxshiroq bo'ladi. Qarshi hujumda doim ustun hisoblanadi, qarshi hujum agar samarali yakunlansa. Va o'yin tez bo'ladi, qanaqadir zavq beradigan bo'ladi. Minus tomoni nima deb so'rasanglar, minus tomoni bu juda xavfli quick counter. Ya'ni bu risk hisoblanadi. Agar to'pni qarshi hujum payti oldirib qo'ysangiz, bu qarshi hujumga qarshi yana bitta qarshi hujumga olib keladi. Chunki quick counter payti mana bu DMF'lar hammasi oldinga chiqadi. Ikkita hujumchi, ikkita EMF, Ronaldinho, Messi ham oldinga chiqadi va Kante bilan Costa Kurtalar, kerak bo'lsa Rudigerlar ham sentrgacha chiqib o'ynaydi va agar to'pni oldirib qo'ysangiz, u qarshi hujumga olib keladi sizga nisbatan. Yana bitta minus tomoni, o'yinchilar tez charchab qoladi. Ya'ni staminasi baquvvat bo'lgan o'yinchilar quick counter uchun mos tushadi. Sababi ko'p yuguradi o'yinchilar. Possession game'da ko'p yugurmaydi. U sekin bir-biriga to'pni tashlab, to'pga egalik qilib, borib, bitta yo'l topib, qanaqadir teshik ochib gol urib kelish possession game bo'lsa, quick counter bo'lsa, himoyani mahkam ushlagan holda bitta pressing bilan to'pni olib qo'yib, tez yuguradi. Yana yugurib qaytadi, yana yugurib boradi, yana yugurib qaytadi. Staminaga ta'sir qiladi va o'yinchilar tez charchab qoladi. Yoshroq, tez charchamaydigan, staminasi baquvvat va o'ta tez yuguradigan o'yinchilardan tarkib topgan komandangiz bo'lsa, quick counter siz uchun mos tushadi. Mbappe, Haaland, Vinicius, shunga o'xshagan yosh futbolchilar, charchamaydigan futbolchilar bo'lishi kerak. Shu tarkibda, shu asnoda o'ynasa bo'ladi. Endi unga mos sxemalar qanaqa? Quick counter uchun mos sxemalardan biri bu albatta 4-2-2-2. Mana shu menda turgan sxema mos tushadi quick counter uchun. Va undan tashqari yana mos tushadigan sxema bor. Bu ko'rsataman hozir. 4-2-1-3 ham mos tushadi. Nima uchun deb so'rashinglar mumkin albatta. Chunki markazdagi o'yinchilar pressing qiladi. Markaziy o'yinchilar pressing qiladi va hujumchilaringiz oldinga intiladi. Shular orqali gol uriladi. Tezkor qarshi hujum uchun shu mos tushadi. Yana formation bor. Bu formationimiz 4-1-2-3 ham quick counter uchun mos sxema hisoblanadi. 4-1-2-3.
yoki 4-3-3 qo'ysak ham bo'ladi. Sababi nimaga 4-3-3? Markaziy o'yinchilaringiz baquvvatroq bo'lishi kerak. Bular pressingga ko'proq tashlanadi. Bular pressing qiladi. Bular himoyada tursa, markaziy o'yinchilarga hamma narsa bog'liq bo'ladi. Bular pressingda to'pni olib qo'yib, sirazi hujumga o'tishadi. Long ball kontrda shu yerdan to'pni olib qo'yib, hujumchiga sirazi to'pni yetkazib berardi. Quick kontrda bular bir-biriga to'pni tashab, keyin hujumchiga tashab gol urishadi. Farqi shunda. Va o'sha aytib o'tganimdek, himoyachilar o'z yo'liga, lekin markaziy o'yinchilaringiz kuchliroq bo'lishi kerak. 4-3-3 ham quick counter uchun mos tushadi. Asosiysi menga 4-2-2 ko'proq yoqqanligi uchun 4-2-2 da qoldirishni ma'qul ko'raman. Xo'p, AMF 4-2-2 menga yoqdi shu sxema. Mana shu tarkibda o'ynatsa bo'ladi. Quick counter haqida hammasini gaplashdik. Uni nimaligini tushuntirib o'tdim. Videoni oxirida qanday o'yin jarayonida bu o'yin uslubi qanday ta'sir qilishini ham ko'rsatib o'taman. Hozircha videoga like bosing, foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lib qo'ying. Hali bundan-da foydali videolar oldinda bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab turganinglar uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.